Ko'ngil osmonlardan-da balandda, yulduzlardan-da olis manzil. Ammo bir yoqimli so'z sizni onga eltadi. So'z bu zarif, nozik va shu bilan birga buyuk kuchga ega mo'jiza. Qalbingizda tug'yon urayotgan hislaringiz, mehringizni yoningizdagi insonga ba'zan ko'rsata olmaysiz. Aynan shunday vaziyatlarda sevimli TV ijodkorlari va siz azizlarni qalban yaxshi ko'radigan boshlovchingiz Sarvnozxon siz bilan hamisha birga. Azizlarim, biz hozir yana bir ko'ngilni xushnud etamiz. Biz bilan qoling, bizdan esa aslo uzoqlashmang. Alo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum, alaykum assalom. Dilraboxon opajon bo'lasizmi? Ha. Assalomatmisiz, mehribonim, sog'liqlaringiz, kayfiyatlaringiz yaxshimi? Rahmat, Allohga shukr. Ilohim, hamisha a'lo kayfiyatlarda bo'ling, mehribonim. Biz sizga ayni fursatlarda ijtimoiy tarmoqlarda faoliyat olib borayotgan Sevimli TVda tabriklarim radio kanalidan qo'ng'iroq qilmoqdamiz va mana shu loyiha boshlovchisi Sarvnozxon bo'laman. Siz bilan esa jonli muloqotda suhbatdamiz, qadrligim. Rahmat sizga ham. Avvalambor bugungi yomlaringiz muborak bo'lsin. Tavallud kuningiz munosabati bilan sizni chin ko'ngildan loyiha ijodkorlari nomidan samimiy muborakbod etib qolaman. Ilohim, umr yoshingiz ziyoda, tana joningiz sog' va salomat bo'lsin. Go'zal yuzlaringizdan kulgu tabassum arimasin, qadrligim. Rahmat sizga ham, mehribonim. Bugungi kunda bizning loyihamizga siz uchun atalgan juda ham chiroyli va samimiy bo'lgan tabrik maktublari kelgan ekan. Albatta yaqinlar nomidan. Shunday ekan, taxminlaringiz bormi, mehribonim? Bugun sizni aynan qaysi bir yaqiningiz tabriklayotgan bo'lishi mumkin? Kimlardan kutgan bo'lardingiz? Farzandlarim bo'lishi mumkin. Birozgina yordam beraman sizga, ijozatingiz bilan. Dugonalaringiz orasidan qidirib ko'ramiz. Bolalik davringizni bir eslab ko'rasiz. Aynan qaysi dugonangiz bo'lishi mumkin? Intizorlik ham bo'lishi mumkin. Mashalloh. Ilohim umrlari ziyoda bo'lsin. Qiyomatlik dugonam, yaqinim, sirdoshim deganlari bejizga emas ekan. Mehribonim, siz ham bittada chiroyli qilib taxminlar bilan to'g'ri javoblar berdingiz. Intizorxon opamiz sizni tabriklamoqdalar. Ilohim, aytganingiz kelsin. Siz uchun juda ham chiroyli ta'riflar berdilar. Siz uchun juda ham chiroyli bo'lgan tabrik xatlarni yozib qoldirgan ekanlar. Ijozat bersangiz, shularni sizga o'qib bersam, maylimi, mehribonim? Rahmat, Alloh rozi bo'lsin sizdan. Assalomu alaykum. Men uchun aziz, qadrli, qadri-qadridan-da baland bo'lgan aziz insonim, sirdoshim, dugonajonim. Seni bugungi shukronalik ayyoming, tavallud kuning bilan chin qalbimdan muborakbod etib qolaman. Yuzingni nurli, so'zingni huzurli, qadringni baland, rizqingni keng qilsin Tangrim. Qalbingdagi niyatlaring ijobat eylasin. Duolaring ijobatini, farzandlaring saodatini, rizqingni barakasini sen uchun duolarimda so'rab qolaman. Yaxshilik va yaxshilar doimiy hamrohing bo'lsin. Yaqinlaring baxtiga, mening ham baxtimga aziz boshing omon bo'lsin. Sendek betakror, nigohlari samimiy, tabassumlari chiroyli, o'ziga yarashgan bir so'z bilan aytganda ko'ngli ochiq insonim, sirdosh insonim, dugonajonim bor ekanligidan juda ham mamnunman. Ilohim umring uzoq, tanajoning hamisha sog' va omon bo'lsin. Mana shunday qadrdonchilik rishtalarimiz abadiy bo'lsin va aslo ko'zlar tegmasin. Ilohim yuzlaring g'amdan, qalbing darddan aslo azor chekmasin. Allohim xonadoningdan huzur halovatni, shunday chiroyli oilangizdan tinchlik, totuvlikni, rizqingizdan esa ulug' barokatini, tillaringizdan zikr va duolarni hech qachon aritmasin. Dugona jonim, seni dunyolarcha yaxshi ko'raman. Yaxshiyam borsan, yaxshiyam meni sendek oqibatli bo'lgan dugona jonim bor ekan. Har bir kunlarimda yonimda bo'lib turganing uchun, qo'llab-quvvatlaganing uchun senga rahmatlarim bo'lsin. Olis yoshligimning unutilmas xotiralarda o'chmas es bo'lib qolgan mening qadrdonimsan. Boringga shukr. Ilohim, mana shunday go'zal kunlaring, fayzli yoshlaring ko'p bo'lsin. Ushbu go'zal kunlarning birida
qolaversa takror va takror Baytullohda mehmona bo'lishligingni Allohimdan so'rab qolaman. Ko'p bora hoji onalik unvoniga erishib yurgan mehribonim, dugonajonim, yaxshiyam borsan, seni juda ham yaxshi ko'raman, seni juda ham sog'inganman deya tabrik xatlariga yakun yasagan ekanlar. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Manam sog'inganman judayam. Manam uni yaxshi ko'raman. Sog' bo'lsin, farzandlarimni boshiga shunchalik e'tibor berib, shunchalik nima qilgani uchun, esdan chiqarmagani uchun Alloh rozi bo'lsin barchamizdan. Bugun bilan qo'sha qarib, bolalarim rohatini ko'rsin. Nasib tez kunda uni ham Allohim Baytullohga chaqirib, labbayk Allohumma aytib tez kunda borish nasib qilsin hammamizga. Siz ham sog' bo'ling, Alloh rozi bo'lsin. El xizmatidan charchamang siz ham. Rahmat mehribonim, mana shunday go'zal kunlaringiz, fayzli yoshlaringiz ko'p va davomli bo'lsin. Hamisha yaqinlar ardog'ida, e'zozida bo'lib yuring. Go'zal kunlarda yana diydorlashguncha deb qolamiz. Siz bilan aslo xayrlashmaymiz mehribonim. Allohga omonat, siz omon bo'ling. Rahmat. Rahmat, salomat. Taqdir bizni har tomonga olib ketdi. Sho'xligimiz ota uyda qolib ketdi. Tirnog'idan kim ayirar ayting etni. Yiroqmiz ammo yaqin ko'ngillarimiz. Ming xavotir uyg'onadi bitta jonda. Ko'risholmay qolsak agar har zamonda, hech bo'lmasa gaplashamiz telefonda. Oqibatli go'zal opa singillarimiz, singillarimiz, opa singillarimiz. Oqibatli go'zal opa singillarimiz, singillarimiz, opa singillarimiz. G'ubori yo'q qorday oppoq ko'ngillarimiz. Yo'qdir sira armonimiz, shodliklarga to'la o'tdi har onimiz. Parvarishni qoyil qildi bog'bonimiz, bitta bog'ni go'zal atir gullarimiz. Oshiqamiz bir-birimiz ko'rmoq uchun, guringlashib mazza qilib kulmoq uchun, bolalikni eslab mazza qilmoq uchun. Shunaqangi qalbi qaynoq jigarlarimiz, singillarimiz, opa singillarimiz. Oqibatli go'zal opa singillarimiz,